Assalomu alaykum onajonlar, xolajonlar, bizani kuzatayotgan o'rtoqjonlarimiz, ustimdagi shu kokedachni ko'ylakni kutgan hamma opa-singillarimizga qaranglar, yangi kelgan koketkali ko'ylagimiz chiroyliligini, ham kengini, ham juda ham neobычный turadigan, oldilari shunaqa chiroyli kant bilan bezatilgan ko'ylaklarimiz keldi opajonlar. Hammalar kiysanglar yarashib, shunaqa chiroyli, jozibali qilib qo'yadi. Qo'llariga e'tibor beramiz. Shunaqa klassik tumachalar bilan neobычный qilib tikilgan. Katta yaqinroqdan rasvetkalarni ko'rsatib o'taman. Mana shunaqa asal rasvetkalarda tikilgan. Orqalarini bitta qaranglar opalar. Mana bu orqasi, mana bu oldi materialini ko'ryapsizlar. Kачествоga gap yo'q, materiali kupra, shtapl, ipek materiallari. Mana rasvetkalarni ko'raveramiz. Juda ham chiroyli rasvetkalar. Mana bu rasvetka meni o'zimga juda ham yoqdi. Menimcha sizlarni hammalarga ham yarashib ketaveradi. Mana bunaqa rasvetkalari, mana bu romashka gul rasvetkalari.